Qaysi davrda ko'rganmiz? Eng o'sha sovet davrini avjida ham ayollar mardikorni ko'rganmizmi? Ko'rmaganmiz. Qaysi davrda mardikor ko'rgansiz ayoldan? Hozir faqat ayol. Hozir To'la har bitta viloyat, har bitta rayonlarda Qilib ketgan. ayollar mardikor bozori bor. Hozir qilib ketgan. hozir Mani uyim yonida bor. Men bu narsaga men xotirjam qaramayman. Yigit mardikor, ayol mardikor. Yana haligi oilani saqlab qolish uchun palon grantlar olib, nima qilib markazlar ochib, reabilitatsiya markazlari. Sen oilani saqlab qolish uchun oldin ayollar ahvolini to'g'rilagin. Qanaqa oila haqida gapiryapsan sen? Qanaqa oila haqida gapirish mumkin bugun O'zbekistonda? Ajralish qarang. Ko'pligini. Nima uchun? Nima uchun bolalarimiz bu ahvolda? Nima uchun savodsiz? Nima uchun ilmsiz? Nima uchun? Nima uchun o'zligini tanimaydi? Nima uchun ichini kovlamaydi hech qachon? Ona mardikorchilikda, ota asosiy qismi mardikorchilikda. Faqat qorinni g'amiga qo'yib qo'yishdi. Faqat qorinni g'amiga. Qornim Toshkentda uncha bilinmaydi, lekin chekkaga bitta chiqib ko'ring-chi. Bu haligacha qul bo'lmay nimamiz hozir? Nima? Kimga qul emasmiz? Partiyalarimiz 5 ta partiyaga qul. Bo'p qolsa mana hozir endi bitta ola qul. 5 ta partiyani quli. Chunki ular mana shu bosib turaveradi buni. Tepasida bosib turaveradi, o'tkazgani qo'ymaydi. Adliyaga berib qo'yishgan Oyboltani og'zini shunday ochsa boshini chopgin deb. Hech qachon ro'yxatdan olmagin deyilgan. Bu aniq o'tiribdi.